Har qanaqa gormonal buzilishlar shu davrda yuzaga keladi. Men nimaga shuni vaqtida to'xtata olmadim deb yana qaytib kelishadi. Endi kech deymiz. Hatto o'limga ham olib kelishi mumkin. Oldinlari aytilardi. Qandli diabet yosh katta insonlarning kasalligi. 40 plus kasalligi deyiladi. Lekin oxirgi yillari, menimcha oxirgi 15 yilda bo'lsa kerak, kasallik ancha yosharib ketib qoldi. Ancha yosharib ketib qoldi. Buning sababi nima? Kam harakatli hayot deb yuqorida aytib o'tganim, yoshlarda ham bu narsani hayotida ko'pligi, ularni fast foodlarga o'rganib qolishganligi, ya'ni tez tayyor bo'ladigan ovqatlarga o'rganib qolishi, gazli ichimliklarni juda ham sevib iste'mol qilishligi, shu bizlar uchun kaloriyasi yuqori bo'lgan, organizmimizga foydasi bo'lmagan aslida mahsulotlarni, lekin yoqimli, yeyish yoqimli bo'lgan mahsulotlarni hayotimizga kirib kelishi qandli diabet kasalligining yosharishiga u ham bitta sabab. Chunki oldinlari qandli diabet ikkinchi tur asosan yosh kattalarda uchragan bo'lsa, hozirgi kunda qandli diabet ikkinchi tur yoshlarda ham uchrayotgani bu achinarli hol. Chunki asosan ularda ortiqcha tana vazni hisobiga hosil bo'ladi. Yoshlarimizni ortiqcha tana vazni bilan azoblanishayotgani, ularni ortiqcha tana vazniga ega bo'lishgani bu biz uchun aslida katastrofa. Ular yosh organizm hali qiladigan ishi ko'p, ularni hayoti oldinda, lekin ular ortiqcha tana vazni bilan ko'pgina kasalliklarni o'zligiga chaqirib olishyapti. Shuning uchun ham men aytib o'tardimki, hayotimizning o'zgarishi, ya'ni o'sha har xil ovqat mahsulotlarining kirib kelishi, undan tashqari tibbiy bilimni ozgina bo'lsa ham oshishi, borib o'zligi ham даже ozgina og'zi qurisa chanqasa, oldinlar e'tibor bermay yurgan bo'lishi mumkin, hozir yugurib borib tekshirishligi, bular hammasi yosharishga olib keldi. Bolalarda uchrayotgan qandli diabet bu qanchalik bola uchun xavfli? Qandli diabet birinchi tur bilan og'rigan bolalarimiz bo'lsa, bu bolalarimiz ma'lum bir vaqtdan keyin ularda asoratlar yuzaga kelishni boshlaydi va bu asoratlar keyinchalik ularda ko'z tomonidan, buyraklar tomonidan, ya'ni organlar tomonidan har xil asoratlarni keltirib chiqaradi. Bu kattalarga qaraganda yoshlarda kuchliroq namoyon bo'ladi, yaqqolroq namoyon bo'ladi. Ularni doimiy ravishda insulinga bo'lgan ehtiyojini yana ham oshirib borishi mumkin. Bu o'z navbatida o'sha asoratlarni yuzaga keltirib, asoratlar bora-bora shunaqa patsientlarni ko'rganmiz, birinchi tip ular yosh paytida kasallanishgan, 4-5 yoshda aniqlanganda yigitlarimiz, ular to uylanish yoshiga kelguncha ularda testosteron miqdorini pasayib ketishi. Chunki qandli diabet bu borgan sari testosteron miqdorini pasaytirib boradi. Ya'ni erkaklik xususiyatining pasayib borishi, ayollarimizning fertilniy, ya'ni tug'ruq yoshigacha yetib borguncha fertilniy xususiyatini, hayzini buzishi, ya'ni tug'ishga moyil bo'lgan hamma organlar faoliyatini buzishi, undan tashqari boshqa organlarda buzilishlar, ko'rlikkacha hatto olib kelishi mumkin, ko'zni xiralashi. Ayniqsa birinchi tipda bu ko'proq uchraydi. Og'ir asorat hisoblanadi va bu qaytmas jarayon hisoblanadi. Shuning uchun ham ularning hayotini qisqartirish, hatto o'limga ham olib kelishi mumkin. Lekin o'z vaqtida qarab yurilsa, kontrol qilinsa, dinamikada yaxshilab olib borilsa, doimiy ravishda vrach nazoratida tursa bemor, asoratlari yuzaga kelmasa, uzoq umr yaxshi yashab yurish mumkin, hatto insulin terapiyada ham. Ko'pchilik qo'rqadi insulin terapiyadan. Qo'rqish kerak emas undan, chunki organizmda bor narsani tashqaridan yetishmovchiligini kirgizilyapti. Ko'pchilik o'ylaydi, bu oxirgi etap, insulin oldim, tamom, bo'ldi, endi men uzoq yashamas ekanman, bunga qaram bo'lib qolar ekanman. Shunaqa tushunchalar bor, ularni hammasini esdan chiqarib, shu organizmga kerak deb topildimi, vrach shuni tavsiya qildimi, shuni olib o'z vaqtida qarash kerak. Shunaqa holatlar bo'lganki, vrachdan insulin yozib, назначение bilan chiqib ketadi bemorlar, lekin olishmaydi, qo'rqishadi. Keyinchalik asoratlar yuzaga kelgandan keyin men nimaga shuni vaqtida to'xtata olmadim deb yana qaytib kelishadi. Biz nima uchun vaqtida olmadingiz? Yo'q, men qo'rqdim. Endi kech deymiz. Oladi, lekin o'sha asorat orqali qaytara olmaymiz. Asorat yuzaga kelib bo'ldi. Buni oldinroq qilganimizda biz asoratlarni oldin olgan bo'lardik. Tushunarli. Mana shu bolalarda ota-ona nimasiga e'tibor berish kerakki, mana tana vaznidan tashqari Farzandlar katta qilayotgan ota-onalar har bitta bolani o'sish etaplariga e'tibor berish kerak albatta. Boshida u chaqaloqlik davrida uni o'sha emish davri, emiziklik davri, undan keyingi har xil qo'shimchalar qo'shiladi, u davrlar, undan keyin ich kelishi, hatto arzimagan narsa bo'lsa ham ich kelishi va uni hazm prosesidagi muammolar, har qanaqa shikoyatlarga qarab vazn qo'shishni ham o'zini ko'rsatkichlari bor. Pediatrlar kuzatib borishadi, persentil asosida, jadval asosida. Agar normadan ortiqcha vazn qo'shishni boshlasa, har doim vrachga murojaat qilinglar, endokrinologga murojaat qilinglar deymiz.
Undan tashqari уже подростковый periodga o'tdimi, o'smirlik davriga o'tdimi, unda gormonlar ishlab chiqarish boshlaydimi, endi ikkilamchi jinsiy belgilar rivojlanish belgilarini kuzatib borishlar kerak. Normada ketyaptimi, hech qanday semirish yo'q, ortiqcha tana vazni yo'qmi, hammasi normal kechyaptimi kuzatib boriladi. Hech qanaqa tekshiruvlar qilinmasa ham ona kuzatib borishi kerak. Endi shu davrda asosan ko'pchilikda mana shu davrda boshlanadi, ya'ni ikkilamchi jinsiy belgilar rivojlanish uchun gormonlar ishlab chiqarish boshlagan paytda har qanaqa gormonal buzilishlar shu davrda yuzaga keladi. Endi onalarimiz befarq bo'lib qolishsa, shu davrda bolalarimiz, qizlarimiz semirib ketib qolishsa, undan tashqari shu tez tayyor bo'lgan ovqatlarga ruju qo'yishsa, ya'ni bunga ota-onalar o'zi ham sababchi bo'ladi. Shu narsani uyga ota-ona olib keladimi? Shuning uchun ham muhit shunaqa bo'ladi. Bunaqa ortiqcha tana vazni bo'lsa, bola loqayd bo'lishni boshlasa, yotoqchilash, charchash, постоянный o'qigisi kelmasa, harakatchanligi pasayib ketsa, hech qanaqa ishga layoqati yo'q, arzimagan ish qilsa, suv bo'lib terilib ketsa va tinmay suv ichaversa, kechasi qatnab tualetga chiqib kelsa, bular hammasini ko'rgan ota-ona albatta shifokorga murojaat qilish kerak. Ortiqcha tana vazni borki, uni maxsus jadvali bor har bitta yosh uchun bolalarda. O'sha jadvaldan oshdimi, albatta uni tekshiriladi. Polni hamma analizlari ko'riladi, ham gormonal, ham oddiy tahlillar ko'riladi. O'shanga qarab turib, agar moyillik bo'lsa, insulin balon bo'lsa yoki bo'lmasam qonda qon miqdori oshishga moyilligi baland bo'lsa, уже tashxis qo'yib davolanadi. Iste'mol qilish tavsiya etiladigan mahsulotdan bir sanab bersangiz, iste'mol qilishni tavsiya etmaydigan mahsulotdan sanab bersangiz. Profilaktika uchun har doim aytamiz, meva, sabzavotlar bizga doim ratsionimizda bo'lishi kerak. Lekin shunaqa tushuncha borki, glikemik indeks degan narsa bor. Glikemik indeks bu o'sha glyukozani oshirishga moyil bo'lgan, ya'ni o'shanga kuchini yetadigan, uni oshirishga olib keladigan indeks hisoblanadi. Bunaqa mahsulot glikemik indeksi yuqori bo'lgan mahsulotlarni biz har doim chegaralashimiz kerak. Bular sabzavotlarning ichida kartoshka, qolgan hamma sabzavotlarni yeyish mumkin. Mevalar hammasini yeyish mumkin. Faqat agar qandli diabet yo'q, bemor bo'lsa, faqat uni oldini olish uchun qilayotgan bo'lsak, bemalol hammasi yeyiladi. Mevalar. Qandli diabeti bor odamlarda me'yor ushaladi mevalarda. Keyin undan tashqari ovqat mahsulotlariga kelsak, xamirli ovqatlar, shirinliklar, o'zida glyukoza ko'p saqlagan mahsulotlar, shokolad, pirojnoy, yana qand, shakar, asal, novot, odatda shunaqa tushuncha bor, qandli diabeti bor bemorlar asal yesam bo'ladi. Toza asal degan tushuncha bor. Juda noto'g'ri tushuncha bu. Toza asal yoki toza bo'lmagan asal degan tushuncha yo'q. Asalmi, glyukozasi bor. Bo'ldi, u ham glikemik indeksi yuqori, mumkin emas. Keyin undan tashqari xamirli ovqatlar, dro'jja solingan dro'jjali mahsulotlar va undan tashqari guruch ko'p saqlovchi ovqatlar, ya'ni biz o'zbeklar juda ham osh yaxshi ko'ramiz. Mana shu oshimiz ham aslida juda ham kaloriyasi yuqori, glikemik indeksi yuqori hisoblanadi. Shuning uchun ham oshni biz kamroq iste'mol qilish, ya'ni iste'mol qilganda ham to'yib iste'mol qilmasdan, ozgina vaqtliroq to'xtatishni tavsiya qilamiz. Qancha oraliqda deyishsa, 2 haftada bir marta deyman. Hamma ovqatlarni shunaqa 2 haftada bir marta to'yib yeyishni tavsiya qilmayman. Hozir moda bo'lib ketdi, internetlarda ham ko'p, mana ham ko'p reklama qilishadi, Instagramlarda ham reklama qilishadi. Ko'p joyda bo'lib ketgan glyukometr masalasi bo'yicha. Ba'zi insonlar uyga glyukometr olishadi, uyda o'lchashadi. Glyukometr odam olib, sotib olib, uyda o'zini safrini o'lchasa, glyukometr ko'rsatkichi qanchalik aniq ko'rsatadi? Shu ishonchli ma'lumotmi yoki baribir vrach bilan doim maslahatlashib turish kerak? Glyukometr aslida bu yomon narsa emas, juda ham qulaylik yaratadi insonga, uy sharoitida o'lchash imkoniyatini beradi. Glyukometr hozirgi kunda bunday olib qarasa, tonometr bilan bir xil urovenda turadigan narsa bo'lib qoldi. Ya'ni uyimizda har bir inson uyida bo'lishi kerak bo'lgan bu pulsoksimetr, tonometr hamda glyukometr bo'lib qoldi. Chunki har birimiz uyimizda yosh kattalarimiz bor, har birimiz uyimizda yosh bolalarimiz bor. Shuning uchun bu apparatlar biz uchun muhim narsa bo'lib qoldi. Ya'ni glyukometr qanchalik to'g'ri degan savolingizga kelsak, bu laboratoriya bilan hech qachon bir xil kelmasligi mumkin. Chunki glyukometr odatda uyda o'lchab borishadi bemorlar. Keyin o'sha kuni borib turib laboratoriyaga topshirishadi. Masofa bor, yarim soat, 1 soat vaqt bor borguncha bo'lgan asab, borguncha bo'lgan organlar faoliyatini ishga tushishi bor. Balki yo'lda suv ichar, balkimda yoki bo'lmasa nimadirga asabiylashar, borib o'lchashadi-da, 2 xil chiqqandan keyin mana glyukometrim noto'g'ri ko'rsatyapti deyshadi. Aslida borgan sari takomillashib borib, glyukometrlarimiz yaxshi ishlab chiqarilyapti. Oldingi bundan bir necha yil oldingi glyukometrlarimiz qanchadir farq bilan ko'rsatayotgan bo'lsa, hozirgi kundagi oxirgi paytda chiqayotgan glyukometrlarimiz hammasi laboratoriya bilan почти bir xil. Doimiy o'lchab tekshirib boramiz.
bir xil. Shuning uchun ham men doim aytamanki, bemorlarga glyukometr qachon sizlarga kerak? Qachonki qandli diabet tashxisi qo'yildimi, siz uyda o'zingizni monitor qiling, kuzating. Kundalik beraman qo'llariga, shu kundalikka glyukometrda o'lchab yozib turing, chunki sizni biza 100% 5 mahal monitor qila olmaymiz. Kunni qaysi qismida o'lchadingiz? Ovqat yeb o'lchadingizmi? Och qoringa o'lchadingizmi? Yarim tunda o'lchagandirsiz balki. Hammasini yozib boring deyman. Soati bilan, kuni bilan yozib borsangiz, u doktorga borganda endokrinolog vrachga zo'r deb bu. Shundoq qaraydi-da, "Oh" deydi, "Yarim kechasi oshyapti sahringiz, значит, mana bu doringiz yetishmayapti sizga. O ertalabkiz oshibdi sizni, значит, mana bu doringiz yetishmayapti." Bu bizga juda ham osonlik tug'diradi. Shuning uchun bizga yordamchi sifatida glyukometr juda ham kerak. Aytganimdek, profilaktika uchun ham sahari yo'q odamlar ham olsa bo'ladi. Bu uyda tursa ziyon qilmaydi. Faqat e'tibor bersin, testoviy poloskasi uni sirovga o'tadi. Odatda testoviy poloskasini sirovga o'tsa ham o'lchashadi-da, noto'g'ri chiqqandan keyin vahma bilan kelishadi. Keyin tekshirsak, laboratoriyada yaxshi chiqadi. Keyin aytaman, testoviy poloskasini olib keling, bitta ko'raylik. Qarasang, 3-4 yil oldin o'tib ketgan sirovga. Nima uchun buni ishlatdingiz? Voy, men buni bilmayman, sirovga borligini deyshadi. Chunki har bitta narsa o'zini sirovgadan o'tsa, уже noto'g'ri ko'rsatkichlar ko'rsatish boshlaydi. Shuning uchun ham e'tiborli bo'lib, testoviy poloskasini o'zini sirovgacha ishlatib turishsa, u hech ham ziyon qilmaydi. Kunduni o'lchash shart emas. No, aytganimdek, 3 oyda, 6 oyda hech qanaqa qandi yo'q odamlar prosta profilaktika uchun uyda o'lchab tursa bo'ladi. Lekin qandi bor odamlarga juda ham zo'r yordamchi.